Assalomu alaykum qadrdonlar, salomatmisizlar? Bugun yangi mavzu tanlaganman. Umid qilamanki sizlarga ma'qul keladi. Rahmat, birinchi she'rni boshlayapman. Topadi kim meni izlasa. YouTube'ni kitobga o'xshatdim. Bilimlar manbai urosa. Mana shu jihatga besh ketdim. Topadi kim meni izlasa. Diniy, dunyoviy ma'lumotni, madaniyat, sport yo falsafa, ezgulik, ilm, ma'rifatni topadi kim meni izlasa. Lekin sun'iy ongda miyasi ne sahih ne muboh bilmasa, ajratib bermaydi sarasini. Topadi kim meni izlasa. Birov bor ilmini ishlatib yoshlarni iymonga yo'llasa, kimdir fahsh buzuqlik ko'rsatib topadi kim meni izlasa. Ichishni, chekishni kasb qilib bema'ni vaynlar ishlasa, bilmaysiz yig'lashni yo kulib topadi kim meni izlasa. Kimdir shaxsiy hayot barchasini dasturxonday ochib tashlasa, yo'qotib private chegarasini topadi kim meni izlasa. Ishlash tarzi juda oddiymish, mashhurmish kim ko'p like to'plasa, farqi yo'q kim bosgan necha yosh topadi kim meni izlasa. Obunachi degani do'stim ma'nosi xayrixoh bir bo'lsa, siz unga ham fikr yangikin topadi kim meni izlasa. Izoh yozayotgan zo'r bilsin, salbiymi ijobiy ne bo'lsa, vayn mashina-yu izoh benzin topadi kim meni izlasa. Yoshlarga tavsiyam eshiting, sun'iy ongni qo'ying bir lahza, tafakkur qiling, zo'r o'git bu topadi kim meni izlasa. Alisher ochdi-yu bu mavzu qanday tugar ekan bilmasam, kimgadir og'ir botmasin-u topadi kim meni izlasa. She'rimiz shundan iborat edi. Menimcha tushungan tushundi. O'ziga olib o'ylayman ko'pchilik. Kim bo'lsa ham vayn ishlayotgan odammi, chiqarayotgan odam, ko'rayotgan odammi tushunishi kerak deb o'ylayman. Ya'ni hammasi o'zingizga bog'liq. Ya'ni hammasi joyida, hali ham YouTube ham joyida va u ishlayapti, ezgulikka ishlayapti aslida, lekin faqat foydalanish xavfli bo'lishi mumkin. Agar yomon tomonga foydalansa shunday bo'ladi. Buning uchun o'zingizni filtr qilib oling. Ya'ni nima ko'ryapman, nima qiziq, nimani ko'rishim kerak. Ya'ni ko'p marta ko'rilgani emas, sizga mazmunlisi, manfaatli bo'lishi kerak bu videolaringiz. Yoki chiqargan videongiz ham o'ylab ko'ring iltimos. Ya'ni bu video manfaatlimi, foydalimi? Xo'p, mayli pulni qo'yib turing, baraka bersin o'zi doim. Ya'ni shundan kelayotgan foyda nimaga ishlayapti avvalo va arzirli bo'lyaptimi? Qilayotgan ishimdan